oblast gazetasida ishlardik. Shu Toshkentdan keyin ko'zimizga haligi bo'lib ko'rinardi. Kim kelsa ham yozuvchi shoir, bu buyuk odam deb. Bir kuni sayyor kelib qoldi. To'lqin, sayyor oblast gazetasida ishlardim. Endi men shu gaplashay deyman-da shular bilan endi. Buyuk odamlar. Keyin haqiqatan nima aytdiki, redaktor shu kishilarni Dahbetga olib boring, uchrashuv qilasiz dedi shular bilan dedi. Ha, olib bor deganda. G'ayrati maktabidan-da ular. Sayyor degani maqtanib ketdi o'sha yerda. Men dedi shu sayyor bo'ladi bu yerda uchrashuvda. Lekin Yevropada mana sayyar deyishadi dedi. Ha, bu yerga ham chidadik. Keyin shu men tinchlikni O'zbekistonda tinchlik tarafdoriman. Shuni she'riyatimda ko'taraman. Mana o'sha tinchlik mukofotlariga tavsiya qilgan yaqinda olib qolaman dedi. O'sha odati bor ekanda, o'rganib qoldim men. Keyin bitta narsaga keldi, haligi yer hozir dedi nimada yer kurrasida notinchlik dedi. Hari urushlar bo'lyapti dedi. Men sizlarga kurra bezovta degan she'rni o'qib beraman dedi. Kurra bezovta. To'r qator o'qiydi, kurra bezovta, odamlar kurrani tutib turibdi deydi-da. Kurrani ushlab turibdi deydi. Odamlar boshqa narsani o'ylaydi-da endi kurra desa yoshligi esga tushadi-da erkak o'zbekda. Keyin bir joyi bor ekan, Osiyoda ham, Afrikada ham shu hol, shu ahvol deb bittasi hamma joyda ekanda bu gap dedi. Shuni Toshkentga borganda ham bir kun aytdim o'ziga, shuni his qilmadi. Kurra faqat haligi nima boshqa narsa tugaladi.